يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده. أما بعد. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun ulug' juma. Alloh subhanahu va taolo har bir mu'min musulmonning jumasini qabul qilsin. Bugun jumada imom mu'min musulmonlarga nihoyatda yaxshi duo qildi. Musulmonlarning izzat obro'y bilan, shon shavkati bilan yashashni va nurg'un xayrlik duolarni qildi. Shuning bilan birga zolim, zo'mgar, tajovuzchi kofirlarning halok bo'lishiga ham duo qildi. Nihoyat samimiy duo qildi. Bizmi amin dedik. Mushu amin degan vaqtida yuragimning cho'nqur bir yerlaridan nihoyat bir qattiq o'kinish, bir azob vujudimni qoplab oldi. Biz Ramazonlarda, hajlarda qaraydigan bo'lsak, haramda 10 minglab, 100 minglab, millionlab hojilarimiz haramning imomiga ergishib, imom musulmonlarningki qudrat tepishi, musulmonlarning izzat obro'yi bilan yashashi, musulmonlarning shon-i shavkatiga ega bo'lish uchun duo qilsa, qo'llar titrab osmonga ko'tarilib amin deyilgan. Zulm uchirgan, bo'za qilingan musulmonlarni ey Alloh zolimlardan qo'ldan qutqazsizlar desa, qoni bo'g'ilg'icha tovlab amin deb ahu faryod chekkan. Qani bu bizning duoyimizningki natijasi qarindoshlar. Qani biz necha yillar bo'ldi duo qilyapmiz. Bu holimiz nima uchun yana shunday kundan kunga yomonlik taraf qarab menyapti? Biz tariximizni qaraydigan bo'lsak, biz qachondan tortib Muhammad alayhisalomning ummatiga tava bo'lgandan tortib ajoyib izzat, obro'y, shon, shavkat, o'ziga xo'jayin, adolatni yoqlaydigan bir ulug' bir millat edik. Bizning hayotimizdagi o'rnaklar bo'lsa payg'ambarlar, Abu Bakr, Umar, Osman, Alilardi. Bizden dunyoga dangliq olimlarimiz, palvonlarimiz, qo'mondonlar chiqqan edi. Biz Sulton Sutuq Bug'roxonning, Yusuf Xos Hojibning, Mahmud Qashqariyning, Abduqodir Domullamning avlodlari edik. Hala bugun kun kelganda biz ajoyib bir xo'rliqqa, ezilishga qolib qoldik. Kindiq qinimiz to'kilgan, o'zimiz o'sib yetilgan, bizda unutilg'isiz aslama xotirlarni qoldirgan ona yurtlarimiz boshqalar tarafidan dafsanda qilinib, bulang-talang qilinsa, qo'limizdan hech nim kelmay, omalsiz bir holat qilib qolyapmiz. Buningdan bir ig'ir azob bormi qarindoshlar? Och singillarimiz, onalarimiz boshqalar tarafidan xo'rlanib, sharm hayolari dafsanda qilinib, kishilik insoniy haq huquqlari, diniy e'tiqodlari boshqalar tarafidan tajovuz qilinib, mana bu och singillarimiz, ey yigitlar, qinisizlar, bizni mushundoq tashlab qo'yamsizlar yovning oldida desa, qo'limizdan hech nim kelmay amalsiz qilishdimi,
qattiq bir azob bormi qarindoshlar? Minglab, 10 minglab, 100 minglab qiz yigitlarimiz faqat dinim islom, Rabbim Alloh, kitobim Qur'on deganligi uchun uningdan boshqa hech qanday bir gunohi yo'q qarindoshlarimiz qorong'u zindonlarga kunda necha minglab tashlanyapsa, biz yaqin birodarlarimizdan, qarindoshlarimizdan, tuqqanlarimizdan ayrilib qilyapmiz, mahrum qilyapmiz. Lekin ularni qutqizish uchun ular ash qorong'u zindonlarda nali urib, "Hey, bizga bir igi bormidi?" degan vaqtida qo'limizdan hech kim kelmay, mushundaq amalsiz qilishdimi, qattiq bir azob bormi qarindoshlar? Shirk kabi tuman ming yoshlarimiz o'z yurtidagi zulmga, izilishga chidamay beshini elibla chet ellarga chiqib borgan. Chet ellarga bir pasport elish imkoniyati yo'q. Minib tog'davallardan necha yigitlarning jasadlarini tashlab, hatto o'zining bolalari yo'llarda o'lib ketib, u yerdan boshqa davlatlarga chiqib qonunsiz ko'chman deb turmalarda oylab yetib, odam chiduqsiz kasallarga giribtor bo'lib, anandan keyin davlatlarga tarqib qilib ketib olgan. Bularga biz qo'limizdan kelgidek hech bir ish qilib bermagan, amalsiz qolgan, mushningdimi bir ichinishlik azob bormi qarindoshlar? Ahvol mushundaq tursa, biz bir mavjudlik bosqichida yo yer sharida mavjud bo'lib turish yoki yo'qolish bir girdovida turayotgan mushu paytda o'zini mu'min musulmon ilg'or musulmonlar, ilg'or ziyolilar qiz yigitlarimizga, "Ey qarindoshlarim, kelinglar. Mushu dafsanda qilingan dinimiz uchun, xonu vayron qilingan yurtlarimiz uchun, g'ururi, vijdoni, itqodi, odamiyligi, kishilik huquqi dafsanda qilingan musulmonlar uchun oz to'li bir ish qilaylik" desa, Alloh qandoqdir banolarni ko'rsatib hamkorlashishdan bosh tortayotgan. Buningdan bir azobliq daqiqalar bormi qarindoshlar? Yana ba'zilar Allah rizoligi uchun, ash ezilgan ojizlar uchun oz-to'z ish qilaylik deb o'ttirg'i chiqsa, uning keyindan har xil gaplarni tepib, uning niyatini tadqiq qilib, boshqalar fizikada, ximiyada Nobel mukofotiga erishsa, biz o'zini musulmon deyotgan, ba'zilari biz xizmat qilayotgan deyotganlar boshqalarning niyatini tadqiq qilib Nobel mukofotiga erishkidak utuqlar qazanadi qarindoshlar. Keyindan har xil gaplar, u undoq qilmoqchi. Buningdanmi bir ig'ir azob bormi qarindoshlar? Biz qanday qilishimiz kerak? Men bu ahvollarni deb sizlarning ruhinglarni tushirishni yoki sizlarni umidsizlantirishni o'ylamadim. Bu biz yashayotgan reallik. Endi mening demoqchi bo'lganim mushu reallikdan qanday qutulishimiz kerak? Biz bu reallikdan qutulli deydiganmiz, o'zimizning kasal ekanligimizni e'tirof qilishimiz kerak. Anandan keyin bu kasaldan qanday saqlashimizni bilishimiz kerak. Biz bir mu'min, musulmon bo'lgan ekanmiz, kasalimizni Qur'oni Karimdan izlaymiz. Chunki Qur'oni Karim bizning dunyo oxiratlik yo'l ko'rsatkichimiz, mash'ilimizdir. Har bir savollarimizga, bizning kasallarimizga diagnoz qo'ydi, anandan keyin ham dorini berdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Va nazzalna alaykal kitab
tibyanan likulli shay. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizga shundoq bir kitobni, ya'ni Qur'oni Karimni nozil qildikki, u kitobda hamma savolning javobi bor deydi qarindoshlar. Allah subhanahu va taolaning bir qonuniyati bor. Bu qonuniyatni agar baxtlik yashashni xohlasak, bu dunyoda baxtlik yashashni xohlasak, oxiratda baxtlik yashashni xohlasak, shu baxtli yashaydigan qonunni ijro qilishimiz kerak. Agar u qonunni tatbiqlamasak, chuqum dunyo oxiratda xo'rlik qilamiz. Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Faman tabi'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Kimiki Qur'oni Karimdan iborat mening mash hidoyat kitobimga erishid ekan, bu dunyoda azmaydi. Siyosiy jihatdan azmaydi, iqtisodiy jihatdan azmaydi, diniy e'tiqod jihatdan azmaydi, axloqda azmaydi, hech nimada azmaydi bu odam deydi. Va baxtsiz bo'lmaydi deydi. Bu dunyodan baxtsiz bo'lmaydi, boshqalarning zulm ostida qolmaydi va oxiratda ham baxtsiz bo'lmaydi. Amma uning aksi bo'lganda, "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimiki Qur'oni Karimdan yuz o'raydi ekan, bu odam uchun nihoyatda tor bir siqilish, ya'ni baxtsizlik bir hayot bor deydi qarindoshlar. Biz ahvolimiz qaraydi. Nima uchun bu barliq musibatlar bizga keladi? Biz namoz o'qiymiz-go, biz duo qilamiz-go, Qur'on o'qiymiz-go, biz musulmon-go. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va la yaj'alallohu lil kafirina 'alal mu'minina sabila" deydi. Alloh mu'minlarning ustiga kofirlarni ochib qo'ymaydi deydi. Ammo Alloh buni aksicha. Unda xo'sin nima bo'ldi? Xo'sh, endi Allah subhanahu wa ta'ala mundaq deydi. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Sizga beshinglarga kelgan har qanday musibat, mayli siyosiy musibat bo'lsin, iqtisodiy musibat bo'lsin, ijtimoiy musibat bo'lsin, har qanday bir musibat o'zinglarning qilmishi sababli qarindoshlar. Bizni mashkun qo'yg'ini, bizni mushalat qo'yg'ini, bizning mash xulqimiz, mijozimiz, paylimiz, mushu tushunchimiz, mushu holatimiz bizni mashkun qo'ydi. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislayha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Sizlarga musibat yetgan vaqtida, "Voy, bu musibat bizga neden keldi? Bizga nima deb keldi?" deysizlar. Ey Muhammad alayhisalom desizlar, u musibat o'zinglar sababli keldi deydi qarindoshlar. Bütün olamni, koinotni yaratgan Alloh jalla jalaluhu, siz bizni yaratgan Alloh bizga nima deydi? Sening mashkuni qilishing o'zing sababli deydi. Men bir mu'min musulmon bo'lib sifat bilan Allohning kalomiga ishonaman. Unda bo'lgandan keyin men kesilkinman. Men Allohning hidoyatiga ergashmabdiman. Alloh qiling deganni qilmabdiman. Shuning mashkuni qilibdiman. Mushuning bir gapni qistirib qo'y qarindoshlar. Amerikadagi bir ijtimoiy fan organi mundaq bir statistika bergan. Mush dunyoda puhralari eng baxtlik yashaydigan davlat qaysi deb bir tadqiqot etgan vaqtida Doniyaning puhralari hammadan baxtli yashaydigan puhra deb men buni televizorda ko'rdim. Ya'ni Arab yerim Aral televiziya stansiyasida Qatardagi buni badi. Yine bir necha kundan keyin bir material ko'rdim. Bu materialda bunu Amerika'nın CNN degan kanalda e'lon qilindi. Dunyoda Qur'oni Karimning mundaq 4 ta'limotini, Qur'oni Karimdagi ijtimoiy adolat ta'limoti, iqtisod ta'limoti, iqtisod ta'limoti, siyosiy qonuniy Qur'oni Karimdagi va kishilik huquq, ya'ni insonparvarlik qonunni hozir dunyoda tatbiqlayotgan davlatlar qaysi deb mushunda bir statistika bo'lgan. Statistikada
yanılı Daniya birinchi bo'lib chiqqan qarindoshlar. To'g'ri, Daniya xristian davlati, musulmon emas. Lekin ular siyosatda, iqtisodda, ijtimoiy adolatda, insonparvarlik, kishilik huquqda Qur'oni Karimning ta'limotini yurgizgan davlat bo'lgan. Musulmon bu musulmon. Shundan fuqarolari hozir yashada eng baxtli yashaydigan fuqaro bo'lgan. Bundan nima tushunamiz? Agar musulmon bo'lsang, Qur'oni Karimning degan bo'yicha bo'lsang, u dunyo bu dunyo baxtli bo'lsa. Agar musulmon bo'lmay kofir bo'lib, yana Qur'oni Karimning ta'limotiga amal qilsang, bu dunyoda cho'qim baxtli bo'lsa degan gap. Allah subhanahu wa ta'ala bizga shunday dedi. Anandan keyin biz endi qanday qilishimiz kerak? Mushu musibatdan qanday qutulishimiz kerak? Alloh bu qutulishning yo'lini deb berdi. Lamma amana qawma Yunus kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya dedi. Yunusning qavmi iymon etgandan keyin biz ulardan deydi Alloh dunyoning xurlig'ini ko'tarib o'tdik deydi qarindoshlar. Biz haqiqiy mu'minlik qaytsak, haqiqiy musulmonlarchilik qaytsak, Alloh bizdan buni ko'tarib o'tadi. Allah subhanahu wa ta'ala nima deydi qarindoshlar? Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Agar bir millatning beshiga shu millatning nacharligi, xo'yfayli, askiligidan bir musibat kelsa, Allah subhanahu wa ta'ala shu millat o'zini isloh qilmoqchilik, o'zgartmoqchilik u musibatni ko'tarib o'tmaydi deydi. Agar yana mushbatim o'tayversak, mushbatim qilaversak, bu azob uqubat, bu mahkumiyat, bu xurliq avlod davomlashadi qarindoshlar. Shuning uchun qanday qilishimiz kerak? O'zgarishimiz kerak. Oldimizda Ramazon kelyapti. Bu Ramazon dal o'zgarish ey qarindoshlar. Ramazon bir musulmonga nisbatan yangi bir batni echish. Chunki Ramazonda biz Ramazonning farzligiga ishinib turib, Ramazonni faqat Alloh rizoligi uchun tutsak, u butun oldidagi gunohlar jo'yildi. Undan keyin betimiz, nom-amal daftarimiz oppoq bo'ldi. Bir yangi hayotlik boshlandi. Mosh hayotlikda o'zgarayli qarindoshlar. Biz hammamiz men sabablik ma dinimiz, men sabablik ma musulmonlarimiz mushunda xo'rlik qilmasin. Men shuningga bir sabab bo'lib qolmaydi. Shu dish orqali gunoh ma'siyatni tashlayli, islom ko'rsatgan yo'lga mangayli, Qur'onni dastur qilayli, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni yetakchi qilayli. Mana shunda qilgan vaqtida bu xo'rlik tugaydi. Chuqum o'zgarishimiz kerak. Biz oldi bilan mana bu yerda xo'rlikni yo'qotishimiz kerak. Mishada biz men bugundan boshlab xo'rlikni bu yerdan chiqardim. Men mahkumlikni qabul qilmayman. Men bugundan boshlab bir haqiqiy erkin, hur, faqat Alloh qilib bosh egadigan bir inson bo'laman deb iroda qilishimiz kerak. Shundoq iroda qilish bilan birga hammamiz qo'limizdan kelishicha mush yo'lda tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Nurg'un qarindoshlarimiz deydi, "Voy, men buni yaxshi tushunaman, men bilaman, buni anglagan, lekin qo'limdan ish kelmaydi." Unda emas qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nima dedi? "La yukallifullohu nafsan illa wus'aha." Alloh sizning qo'lingdan kelmaydiganni sendan talab qilmaydi. Qo'lingdan keldigandan talab qildi. Qo'lingdan keladigan doirada sen xizmat qilsang bundan hisob oladi. Allah subhanahu wa ta'ala ahsin kama ahsanallohu ilayka deydi. Alloh sen nimani bergan bo'lsa, qanchalik bergan bo'lsa, shuningdan Allohga javob qaytar deydi. Agar bir olim bo'lsang, sen shu ilmingni, shu dining, shu millating uchun chuqum vaqt ajratishing kerak. Sen bir o'quvchi bo'lsang, men mush dinim uchun, mush millatning baxt saodat uchun, musulmonlarning baxt saodat uchun deb boshqalar 2 soat o'rgansa, sen chuqum 4 soat o'rganishing kerak.
Hozirdan boshlab ilg'or texnikalarni egallash, qandoq qilib mushu bichara mu'min musulmonlarni qutqizishni o'ylashing kerak. Jinim qarindoshlarimiz dunyoda Yaponiya, Germaniya deb vayron bo'lgan davlatlarni sili bizdak mushu yoshlar, bir necha yoshlar davlatni qutqizaylik deyish orqali hozir u davlatlar dunyodagi sanoat ilg'or oldin qatordagi davlatlarning qatoriga o'tgan. Biz musulmonlar mayli din o'qayli, mayli fan o'qayli, nihoyatda tirishib o'qishimiz kerak. Ilm bizning birdan-bir chiqish yo'limiz qarindoshlar. Agar sen tijoratchi bo'lsang, chuqum mol-mulkingning ma'lum qismini mushu dinim uchun, mushu bichara ezilgan musulmonlar uchun deb ajratishing kerak. Agar sen bir ishlamchi bo'lsang yoki bir hunar qilgan odam bo'lsang, 6 kun qo'sog'ing uchun hunar qilsang, bir kun ma din uchun, ma ezilgan musulmonlar uchun deb bir kun mushningga hunar qilishing kerak. Oshpaz bo'lsang 6 kun uzang ishla, bir kun musulmonlar uchun, dini uchun ishla. Muzda zub qasang 6 kun uzang uchun oyoq yama, bir kun dinimiz uchun mush ezilayotgan, ash turmalarda ingrayotgan, azob uqubatning ichida inson chidig'siz holati yashayotgan qarindoshlar uchun bir kun ishlab qo'y, haftada bir kun. Mushningmi yuriking bir İremasmo canım qarindoshim. Hey, ma turmalarda hozir ma musulmonlar chekayotgan azob uqubatni ma chet ellik bizdan so'raydi. Yurtingning ahvoli qandoq? Xalqingning ahvoli qandoq deb so'rasa, ash bulayotgan ashu traditsiyadan, ashu ichinishlik ahvollar birini depasa ko'zni mondo chekchaytib, xuddi biz yolg'on aytayotgandek yoki cho'chak so'zlayotgandek, hey, mush hozirgi zamonda, hozirgi davrda mushunda ish bormi deb, hey, biz qanchalik ozodligimiz bilamsa qarindoshim, mushni tushuntirib bo'g'ilib bo'lmay. Biz mushu holatda yashayotimiz. Mushning uchun hammamiz o'xshash kuch chiqaraylik qarindoshlar. Kelinglar ittifoqlashaylik, hamkorlashaylik. Yaxshilikli bo'lsa, biz uningdan qilib qolmaylik. Yomonlikli bo'ldikan biz u yerda bo'lib qolmaylik jonim qarindoshlarim. Hiç bo'lmasa, mush tur dunyosida chet ellarda musofir bo'lgan qarindoshlar hamkorlashsak nurg'un ishlar vujudga chiqadi. Hey, bu hamkorlikning kuchi ajoyib zo'r qarindoshlar. Hey, Yusuf Xasajib bizga qutadigu bilikdan iborat bu o'lmas obidani qoldirib ketdi. U bir shaxs edi. Bizni islom bilan musharraflantirgan shaxs, ya'ni Sudq Bug'ro ham bir shaxs edi. Bizga turk tilla divani qo'yib ketgan bir shaxs Mahmud Qashqari edi. Hey, mush Yevropaga islom ochgan Olib Arslan bir shaxs edi qarindoshlar. Agar ona bo'lsak, bolalarimizni, mening mushu balam, mush ezilgan musulmonlarni, mush dafsanni qilgan dinni qutqizadigan qo'mondan bo'ldi deb tarbiyalaylik qarindoshlar. Mush so'zni anglagan har bir yoshlarimiz, musulmonlarimiz inshaalloh men chuqum mush qutqazuvchilarning birisi bo'laman. Bo'lishim kerak deylik. Mush irodaga keladiganmiz. Ey, biz mush zulmdan qutulish irodasiga samimiy keladiganmiz. Alloh bilan qasamki qutulamiz. Qur'oni Karimda ma laysa lil insani illa ma sa'a. Alloh insonning iroda qilgan, sayi kushgan, tirishqini chuqum beraman dedi. Tirish bizdan qolgan Allohga qarindoshlar. Tirishsak, hech bo'lmasa Allohning oldida yuzimiz oq bo'ladi. Ash ezilayotgan, ingrayotgan musulmonlarning oldida bizning yuzimiz oq bo'ldi. Uning aksicha biz xoin, munofiq bo'lamiz qarindoshlar. Bu kallamizda bo'lsin. Bu Ramazonda hammamiz o'z mas'uliyatimizni tonaylik. Biz birlashaylik. Mana mushundoq sözlerini hiç yo'qmiz taqtayli, boshqalarga borgan deb anglatayli. Balkim qarindoshlar, bu so'zni deb o'ltiga odamning quldan ishkanmagan bilan o'ng'liga odam mush so'zdan ilhom elib, balkim bir yaxshilik, bir nijotlik, bir cho'ng ish bo'lib qolish ehtimoli bor. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda yetkizgan odamdan o'ng'ligan odam olim bo'lish kerak deydi. O anglab yetkizgan adam manchilik tushungan bilan anglagan adam o so'zni tig'im no tushunib nurg'un ishlar bo'ladi. Shuning uchun bu ishni yetkizish ko'sim yordamlashaylik. Ey qarindoshlarim, Ramazonda
aş izlayotgan, aş xorlanayotgan, dert alamlaridan yuraklari, jigarlari paj-paj bo'layotgan aş qarindoshlarimiz uchun duo qilayli, eng aqalli shunda qilayli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.